Bunaqa stiklarni ko'rib darvozachi o'zi ham ish aynibdi deb xayolga bormanglar. Nimaga desanglar, bu просто черная краска, chunki uyi polностью malyarka ishlari bitganda qaytadan sepiladi. Shuni hisobiga zanglamaslik uchun просто tak shogird bolalar kraskasi ochib qo'yishgan, stiklarni har bittasini bilinmaydigan darajada ishlab beramiz. Asosiysi ideal holatda darvoza turibdi, tag qismlarini beton qo'yishadi. Yuqoriga Lexanni ham qotirmagan, sababi ikkinchi etajda malyarka ishlarida xalaqit berishi mumkin. Tosh ishlari, polностью uyi fasad ishlari bitganda Lexanni qotirib ikkita darvozani asfalt qilib beramiz. Men o'sha bir hafta oldin ishlarim bajarib ketgan Do'rmon Darxondagi obyektga yana keldim. Sababi ro'paradagi bu xonadonni polni atrofidagi devordagi rishotkalarning aynan atrof hovlini tashqi tomondagi огородga rishotkalarni qilib berish kerak. Bizda hozir bu tomonda 4 ta, bu yoqda 2 ta, orqa tomondagi uchastkalarda o'pshi 15 tacha darvozalarimiz o'rnagan. Biz ishimiz xudo xolasa ishonchlikligi, o'z vaqtida kelishining sabab bir-birlariga tavsiya berishadi. Biz ishimiz davomiy bo'ladi. Hali bu joylangan devorlarga rishotkalar, derazalar qo'yamiz, polностью ограждениyaga, ko'cha hovliga polностью baryerlarni qilib beramiz. Nima demoqchiman? Usta o'z ishini vaqtida chiroyli, ishonchli qilib topshirsa, klientlar bir-birlariga o'z tavsiya berishadi. Mijozda oqib keladi. Xudo xolasa Darxondagi bu 49 ta qurilgan bir xildagi uylarga hammalariga temir ishlari bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Birin-ketin ishlarni chiroyli bitirib beramiz. Endi ikkinchi hovliga o'tdim. Buni devordagi teshiklariga, bu yoqdagi balkon qismiga baryerlarni qilib beramiz. Bir hafta oldingi ishlarimizdan yana bittasi mana shu joyga balkonlariga baryer qo'yib bergan edik. Yondagi qo'shni ham ko'rib, ish zo'r chiqibdi, chiroyli bo'libdi, menga ham qilib bering deydi. Xuddi shu holatda bular ishlarni ham sifatli qilib bitirib beramiz. Bu joyda bir-biridan go'zal holatda ikki etажga podval bilan hisoblaganda 3 etажga juda chiroyli kottejlar qurilgan. 49 ta bir xilda qurilgan bu proyektda birin-ketin temir ishlarni bajarmoqdamiz. Hozir shu joy razmerlarini olamiz, balkon va devordagi ko'shkalarga chiroyli rishotkalar qilib beramiz. Tosh ustalar hozir gazini bosib, tosh ishlarini bitirishmoqda. Uy ichki tomonlari 95% bitirib qo'yilgan. Qaranglar, bo'ylarni, atachentorlarni ham zo'rdan qilib qo'yishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas, egalariga buyursa. Mana bu uylarda biz temir ishlarni davom ettiramiz. Qo'ni-qo'shnilar hammalari bir-birlariga tavsiya qilishmoqda. Ishlarimizni ishonchli o'zingizlar bilasizlar. Yog'och zinani ham chiroyligidan oq svetda zo'r qilib o'rnatib qo'yishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana burchakka mana yozgi oshxonani qurishyapti. Qaranglar, o'choqlari ham ideal holatda bo'libdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Baryerli temir ishlarni to'liq o'zimiz hal qilib beramiz. Keyingi obyektga qarab razmer olishga go. Shunaqa qilgan ishlarimizni ko'rib o'zim ham xursand bo'lib ketaman. Qaranglar, haqiqatdan ishimiz chiroyli. Ishonib zakaz qilsanglar bo'ladi, ishonch oqlaymiz. Biz ishimiz yoqsa keyin pul berasizlar. Darvozachi o'zi ishini bilgan bilan. Qaranglar, sharnirlarni ham qo'shimcha qilib qo'yilgan yuqoriga. Bu joyga avtomatika qo'yiladi. Keyinchalik polni asfalt qilib tepasiga Lexan yopgandan keyin bu ko'rinishi 100% o'zgaradi.